Video olishda davom etamiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Bozor kunlarimiz yakshanba, chorshanba kunlari tongi soat 5 da boshlanadi. To o'sha bir odamlar zerikib ketguncha bo'laveradi. Soat 10, 11, 12 largacha bo'lyapti. Sanki aka. Charchamayapsizmi? Ha, beydan aka sekin shaharga survoradi. Shaharda savdo qizyapti, shaharda ham. Shuning uchun tez kelib savdo qilib kelsanglar yaxshi bo'ladi bu yerda. Keyin o'sha shaharda ham bozor bo'ladi. Shaharga ketib qolyapti ko'p sotuvchilar. Aka charchamayapsizmi? Nech puldan beryapsiz? Bular narxi 30 ming so'm ekan. Juda qalingina, momiqqina tevazamda quloqchasi ham bor ekan. Narxi 30 ming so'm ekan. Xonalarchi? Bular 14 ming so'm ekan. Qalingina ekan bu ham. Kapshonkalikchi? 20 ming. Kamzillar bosilgan. Qancha deslang ob'yom bor ekan. Buni momiqda ham rasvetkalari ko'p ekan. Telefon nomer qo'yaymi aka? Telefon nomer shartbas deyishyapti. Yuring ki. Savdolang bersin. Assalomu alaykum opa, video qilaverakmi? Ha? Zakaz kelmaydingizmi? YouTube'danmi? Oma telefon qilyaptimi? Telefon qilyaptimi? Ha? Sizga hech zakaz tushmayapti. Ha, shu kunlardami? Ha, YouTube'dan zakaz tushmayapti deyapsizmi? Yo'q, YouTube'da hech zakaz olmaganman. Shunaqada endi. Sizga zakaz bermasa ham shu YouTube orqali ko'rib keladi-da. Debdi aka aytyapti, YouTube orqali ko'rib kelib shu ishni boshladim deyapti. Qanchadan akam ko'ryapsizlar? 45 ming. Nech puldan nech pulgacha opa ko'ylaklar? 45 mingdan. Ko'ylak ishtoncha. 45 ming ko'ylak ishtoncha. Buni 9-10 yoshgacha 55 ming, bunalar 55 ming. 100 ming, 1-2. Bular uchtasi 100 ming, 1-2-3 yosh. Shimchalarchi? 30 mingdan 10 yoshgacha. 30 mingdan 10 yoshgacha. 22 mingdan 5 yoshgacha. 22 mingdan 5 yoshgacha. Mana modelimiz bor 27 mingdan Bular 27 ming so'mdan ekan. 6 yoshgacha. 6 yoshgacha ekan. 15 yoshgachasi bor. 15 yoshgacha bor ekan, narxi 55 ming so'm ekan. Telefon nomeringizni qo'yaymi? Nechilik? 50lik 504 65 81 ha? 81 raqamiga murojaat qilinglar. Donaga telefon qilmisizlar ekan. Xullas shunaqa gaplar, kimdir sizlarga rahmat desa, kimdir sizlar orqali bizga zakaz tushmadi deyishyapti. Biz shunchaki o'rtada sababchimiz deydimi, nima deydi? Videoga olib ketaveramiz. Kimga ma'qul kelsa o'sha telefon qiladi-da. Ish ma'qul kelmagandan keyin telefon qiladi. Sizlardanmi? Tir. Ishlarni ko'ryapsizlar, vishibga tikilgan ekan. Qaysi quyonchi? Ha, ba'li quyonchi ekan, buni oyoqcha yopishtirilgan. Olar lolo pepe. Yoshligimizda ko'rgan lolo pepechalar ekan. Assalomu alaykum. YouTube'ga video olayotgandim. Mailimi axir? Nech pul beryapsiz, opa? 33 ming. 33 ming. Bunalar ha, bishikka bosilganlar. Bishikka bosilganlar 33 mingdan, bu chekkadagachani jigadan. Bu 40 ming. Bu 40 ming so'm ekan. Velvet material, ichi nachoschiklaga. Razmeri qanaqa chiqadi chekkadan? Razmeri 2 yoshga tushadi. 2 yosh standart ha? Standart 2 yosh ekan. Bularchi? Bular ham 1 yosh, 2 yosh. 1 yosh standart razmer 1 yosh 2 yoshga tushadigan ha? Narxi qancha dedingiz? 32. 32 ming so'm oxirgi narx ekan. Hamma shunaqa. Bularchi? Bular sherigimniki. Ha, bular sherigimniki ekan. Xullas hammasi har xil. 45 ming, mana 65 ming. Ikkinchisi narxi boshqacha deb turmasin, qo'yavering.
Narxini sherik bilan gaplashamiz. Ha, o'sha. Sizning telefon nomeringiz? Menikimi? 90lik. 90lik 059 059 60. 7160 raqamiga murojaat qilinglar. Opamiz ishlaridan kerak bo'lsa, Yana yana chiroyli rasvetkalar. bir bor eslatib qo'yamiz. Behuda telefon qilmanglar. Donaga yo'q. Lakassa so'rab bu opalar bezovta qilmanglar, iltimos. Yana boshqa rasvetkalar chiqyapti deyishyapti. Opa savdolaring bersin, charchamanglar. Dada, Rahmat. zo'r bo'yni bor. Xonadonlar tinchmi bizni kuzatib turgan obunachilar, YouTube kuzatuvchilar? Nima yangiliklar sizlarda? Aka videoga olarikmi? Qanchadan kompyuterchilar? Narxi 50 ming so'm. Hammasimi yo? Hammasi 50 ming so'mdan ekan kompyuterchilar, ikkitalik zamok. Shunday solasiz, chik ketirasiz. Pampers taqiladi, ketilaverar ekan. Bunilari qana ochiladi? Bular shu zamonga barqaror Ha. tamom. Ha, yopiq ekanda. Bular ham 50 mi bular ham? Uxti. Ichi o'ta zo'r ekan, momiqin ekan. Bularga mama Ichlari ham momiqin ekan. Narxi hammasiniki 50 ming so'm ekan. Donaga ham bular ham? Donaga ham beraveramiz. Ha, asosan optimchilar telefon qilsa yaxshi bo'ladi deyshadi, lekin shega kelib turib bemalol bitta donani olib kelsalang bo'lar ekan. Nimagaki narxi 50 ming so'm ekan. Keyin standart nima? Standart deymini? Xullas shunaqa gaplar donaga ham bor ekan. Telefon nomer qo'yakmi? Nechi? Shatbasmi? Telefon nomer shatbas deyishyapti. Bizda yuk yig'ib berish xizmati, kuryerlik xizmati mavjud. Bizga murojaat qilinglar. Agar shu akamiz ishlaridan kerak bo'lsa ham bizga aloqaga chiqinglar. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87 90lik 90lik 343 92 02 raqamiga aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Nech puldan aka? Narxi 22 ming so'm ekan. Bunalarchi? 27 ming so'm kattaroq razmeri, 22 ming so'm kichikroq razmeri. Bular standartmi yo razmermi? Bunisi 2 xil razmer ekan. Necha yosh? 5 yosh, 3 yosh ekan. Bu standart, ha? Necha yosh bu? Birinchi, ikkinchi sinflarga tushadi. Bular rasvetkasimi? Bular rasvetkalar ekan. Bu tomonniki bular. Telefon nomer qo'yakmi? Telefon nomer chatbas deyishyapti. Sizniki aka bular? Qanchadan? Bular 45 ming so'mdan 3 tali razmer. Bular 45 ming so'm, 3 talik razmer. Barxtlarimiz 30 ming so'mdan 3 tali razmer. Qaysilar? Barxt mana. Ha, bular barq deylarmi? Barxt deyilsa. Ha, barq deylar ekan. 3 talik razmer ekan bular ham. 30 ming so'm. Narxi 30 ming so'm ekan. Jinsilarimiz. O'ta chiroyli ishlangan ekan. Narilar jins ekan. 29 ming so'm. Jinsi 29 ming so'm ekan. Velveti 28 ming so'm. Velveti 28 ming so'm ekan. Razmeri bir xil hammasimi ekan? Razmeri 3 tali razmer. 3 talik razmer, 1, 2, 3 yosh. Keyin nima buni arzon qimmatlar ekan bir xil narx razmeri. Razmeri bir xil. Bizda основной 1 yoshdan 3 yoshgacha. 1 yoshdan 3 yoshgacha ekan. Bular ham shunaqa. Buni ham rasvetkasi bor ekan bu. 4 xil 5 xil. Bunisi yashil ekan, bu jigarrang, qora, To'q jigarin, bejevый, to'q jigarrang, bejuviy. rang, tomnisiyni. Telefon nomeringizni qo'yakmi? 91lik, Telefon raqamlari 91lik 202, 202 70, 70 77. 77 raqamiga murojaat qilinglar. Aka savdongiz bo'lsin, charchamang. dada, Hey. bo'yni bor. Ha? Bo'yni bor. Mana uje. Kirib ketaverakmi? Ha? Yo, yana ozgina video olsam bo'laveradi. Yuringchi u yoqqa yangiliklar ko'raylikchi. Yangilik. O yoqqa borak hali turkalarda video qilib. Pauza qilib qo'ydim desam, pauza bo'lmagan ekan, video olinyapti ekan. Ular shunaqa gaplar, bozor tuman tushgan. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Sizsiz? Esdalikka chiqarib qo'yaymi YouTube'ga? Ha, mayli.
Mahalladosh tog'amiz. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, videoni dahshatli akamiz ana shu do'konda savdo qilishadi. Kurtkalar turli tumanlardan savdolar tola bo'lyapti. Eko ko'cha. Sizdan chekkaraxta turib turamiz. Shunday video qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum aka. Turli tumanlardan bosib tashlagan ekamiz mana. Qo'qonda ham, shaharda ham do'konlari bor ekamizda. Bitta injiqlardan olib savdo qiladi bu ekamiz. Mana o'ta chiroyli bir boshqacha svet kurtka ekan. Ufti mana uni qaranglar, jigarrang kurtkan. O'ta ishlab qo'yibdi. Chiqib o'tgan safarga o'sha teskari olinmayapti ekan videomiz. Mana ham o'ta chiroyli ekan. O, mana oq qaranglar, vahshiy dahshat ekan mana shu kurtkacha ham. Hey. Shu ekanmiz so'dan Kim qarar ekan qizlar? Mana juda materiali nimasi yo'q. Egasi qani ekan bu kurtka? Savdo qizyapti. Kimdan narx-navo so'rashdi ham bir to'xtatib, hijolat to'g'risi. Negaki bezovta qilishcha noqulayda. Xullas, kurtkalar narxini so'ralmadik, sababi egasini qo'li bo'shamadi. Shu yerda akamiz nomerlari 99lik 655 655 20 20. 20 raqamiga murojaat qiling. Faqat optimchilar murojaat qilinglar. Iltimos, donaga dastlabki qilib bermaydi. Donaga kelib shaydan savdo qilsang bo'laveradi. Hayrat, nomerini avvaldiga. Bitta lasinachilar, lozimlar. Savdo qilyapti bitta ham. Ay qizim. Ayollarning ko'ylaklari, xalatlari. Bu yerda ko'proq Turkiya, Xitoy ishlar sotiladi, agar adashmasam. Kamzillarning uzunlari, ko'jalari. Mana ular qancha ekan? Mana qolsangiz. Rasvetkalari. Bu yerda Turkiya, aytganda Xitoy ishlar sotiladi, juda nima deydi, sifatiga qaraganda ancha narxlar zo'r. O'sha chetdagi bo'lgani uchun qimmatroq. Mana ular qancha ekan? Endi buni egasini topguncha bu yerda videolari, ilgarigi videolarimiz ham bor.